O'rtoqlar, Sergelidan uy so'raganlar bormidi? Bitta yaxshi yana variantimizni topib qo'yganmiz sizlar uchun. Sergeli 9-hudud, lokatsiya shundoqqina 331-maktab yoni. Ko'ryapsizlar, 7 qavatli novostroyka g'ishta qurilgan uyimizni 7-qavatida. 2 xona 72 kvadrat kirib yashashlik uchun tayyor, kosmetika holatda. O'rtoqlar, uyimizni ko'ryapsizlar, tinch hovlilari, shunaqangi zeleniy zonalar, bog'cha, maktab, yo'l yuzida, bundan tashqari avtoparkovkalardan muammo bo'lmaydi. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. O'rtoqlar, xonadonimizga kirganimizda ko'ryapsizlar, panyorka bilan tanishtiraman. Hol, koridor, chap qo'lda bemalol shkoflari bor. O'zingizlarga moslab boshqacha shkoflarni qilsanglar bo'ladi. Chap qo'lda birinchi ko'rishinglar uchun oshxona ko'ryapsizlar. Oshxona shundoqqina o'zgartirilib, перепланировка bo'lib, verandaga ko'chirib qo'yilgan. Chap qo'lda ko'ryapsizlar, o'ng qo'lda ham kengina joy bor. 2ga 6 verandali, yangi novostroyka bo'lganiga qaramasdan, tashqari qaragan yoritadigan ikkitadan oynalari ham bor, hovliga qaragan. Xo'p, bundan keyingisi родительский спальня ko'rishingiz uchun mebellari, barcha qulayliklari bor. Ro'paraga yuradigan bo'lsangiz, ko'ryapsizlar, hammomi. Xo'p, buni yonginasidan koridor bo'ylab sanuzel, ya'ni hojatxonasini ko'rsanglar bo'ladi. To'g'ri yuradigan bo'lsangiz, bolalar yotoqxonasi ko'ryapsizlar. O'rtoqlar, uyimiz skvoznoy holatda, ikkala tomonda oynalari bor, bemalol nima deydi, yozgi kunida g'irrillab shabada kirib turadigan joylari maza qilib yashaysanglar bo'ladi. O'rtoqlar, narxga keladigan bo'lsak, narxini 700 ming yana ozgina kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz, aloqaga chiqib batafsil ma'lumotini olib, savdolatsanlar ham bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizdan kuzatishda davom eting.